Bugün O'zbekistonda kuchli ko'chat qila turganlar, gelasi kuchli bile turganlar kelishibdir. Mana italyanskiy sortga qiziqib, u o'zgacha sort chizib qolibdir deb o'shalarni bir tortib, sizlarga kichkina ma'lumot berib qo'yaylik. Tariqda qoladi. Mana bugun Qirg'iziston Qiziqiyada Hoji akamiz italyanskiy sort gilosini ko'rgani keldi. 3-4 kishi bo'lib, mana ko'p do'stlar, gilos uji mana qoragan 36, bizda anaqasi 35 kalibr, 34, 32. Hosildorligiga bitta baho berasizlar. Mana haqiqatan bakdagida bo'lar ekan. Mana uni ko'rsatsalaring. Gilos bir xilda, hamma yo'q, qop-qora mana. İtalyanskiy sort mana haqiqatda sinovdan o'tdi. Buni kelajakda bog'lar ko'paytirish kerak. Mana bandi ham qattiq, mana gilos chiroyli, holati zo'r. Mana Ishqilib shunda yangi sortlarga o'tish kerak. Qirg'izistonmi, O'zbekistonmi? qayt bo'lishdan Zo'r sortlarga o'tish kerak. Yangi o'sha bo'ldi, u oldingi klassika bog'lar ham qolib ketdi. Intensivniga o'tish kerak. Xudo xolasa Hoji akamni mana hamkorlikda yo'lga qo'yamiz. Mana shu anaqalarni ko'paytirib, italyanskiy sortlarni mana do'stlar 35, 32 kalibrga olib chiqyapti. Mana O'zbekistonda Mamman degan bog'bonlar u yerda bekilib turganlari ham bor, xijolat bo'lib tortib qo'yiladi. Gilos sotalari kelgan. Qattiqligi gap yo'q. Sog' bo'lasizlar.